Bugun nurg'un do'stlarimiz qiziqadigan sirtlar yoqtirib yaratgan ranglik alayid anjam pullarni oilalar tabiiy usulda sarg'aytib qilish usulini o'rgatib qo'yish bilan birga oddiylar so'g'uq qilish usulini o'rgatay qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib birlikka o'zingiz o'rganalaysiz hamda o'rganish boshlaydi ekan. Avval bir chin atrofidagi go'shtni oldin sug'urchilab olamiz, orqadan go'sht va sabzlarni to'g'raymiz. Seriq va qizil sabzni bo'lsa 2 1 nisbat bo'yicha to'g'rasak bo'ladi. Ondan pulovga sho'xlik qilib bakmagan do'stlar bir tal sho'xini ushshaq to'g'rab sinab bakkan alomat eshisi bo'ldi. Qozonga ko'proq miqdorda may qo'yib, avval 2 tal quyruq may to'kib, bir nechni qo'rvatgandan keyin qora go'shtlarni silib, yana davomli pishib qo'rib olamiz. Piyozni silib, buni bir nechni aralashtirib o'rib, mizlik burqini chiqarib olgandan keyin sho'xla va muvofiq miqdorda tuz silib, yana davomli qo'rib, sho'xlining suyini to'liq chiqarib olamiz. Araliqda ko'rib bir şey kelsa do'stlar, ajrimga haqsiz bo'lgan yurakdan birini besib qo'llag'ach ko'rsanglar rahmat. Sabzini silib, buni uzoq qo'rmaymizmi do'stlar, faqat sabz bir qadar yumshagandan keyin ustiga sabzi chilashqidek holatda suv qo'yamiz. Tovoqni yepib 20 minut atrofida qaynatib, go'shtning ta'mini to'liq chiqarib olib, buningdan bir chin atrofida sho'rpisini tatib olgandan keyin baya tayyor qilgan nuqtalarni silib, ustiga go'shtlarni chiroyli yeyitgandan keyin tovoqni yepib yuqori o'tda 10 minut dimlaymiz. Go'shtning rangi man mashalat kelganda asti ustini birini o'rvatgandan keyin ustiga baya biz ilvagan sho'rpisini qo'yib, tovoqni yepib, tuvan o'tda 10 minut dimlab, so'qsay tayyor qilish uchun basaylarni ustiga silib, buni yana 10 minut dimlagandan keyin basay manmajdoq yumshoq holatga keladi. Basayni inchik holatga titib, pintozni ustiga silib, az miqdorda tuz, bir qoshiq ochiq suv, shavsong va cho'ng ustamning so'g'uqsay testi qo'shib bir qoshiq, cho'ng ustamning yog'mush qiyamini bir qoshiq silib aralashtirib olamiz. Cho'ng ustamning cho'nglig'iga oilada manmajdoq so'g'uqsay qilgan vaqtda mashina bir sinab bakkan alomat esil chiqdi do'stlar ta'mi. Keyinidan dumlab tayyorlagan pulon taqsiga ustida saqlab bo'ladi. Qarang do'stlar, bir qarashga shunday ikisini keltirgidek rang va ta'm jihatda nihoyat o'xshagan pullarimiz tayyor bo'ldi. Amsa filmlarimni oxiri to'liq ko'rib, yuraklarni besib qo'llagan do'stlar ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatim ko'rishaylik do'stlar, xayr xo'sh.